Qisqa mavzular rubrikasi ikkinchi video. Bu videoda natural sonlarning 7 xil bo'luvchilarini o'rganib olasiz. Videoni oxirigacha ko'ring, foydali video bo'ladi. Dastlab sonni tub sonlarning ko'paytmasi ko'rinishida yozib olamiz. 144 sonni tanlab oldik va uni ketma-ket 2 dan boshlab tub sonlarga bo'lishni boshladik. Shunda qarasak 2 4 marta, 3 esa 2 marta ishtirok etar ekan. Shunda biz 2 ning 4-si 3 ning kvadrati ko'rinishida tasvirlashimiz mumkin. Va bunday tasvirlash kanonik yoyilma deyiladi. Kanonik yoyilmada asoslar tub, darajalar esa natural son ko'rinishida bo'lishi kerak. Endi 144 sonining tub bo'luvchilar soni. E'tibor qiling, TBC bilan belgiladik. Tub bo'luvchilar soni nechta deyilsa 2 ta. Negaki uning asosida 2 va 3 qatnashgan, ular tub sonlar va ular 2 ta. Natural bo'luvchilar soni. Natural bo'luvchilar soni topilishi uchun demak darajalarga 1 qo'shib ko'paytiramiz. Ya'ni birinchisining darajasi 4, ikkinchisining darajasi 2, ikkalasiga ham 1 qo'shdim va natijalarni bir-biriga ko'paytirdim. 5 ko'paytirilgan 3 15. Butun bo'luvchilar soni. Butun bo'luvchilar soni natural bo'luvchilar sonidan 2 barobar boshqacha. Negaki sonning nechta natural bo'luvchisi bo'lsa, xuddi shuncha uning qarama-qarshi bo'luvchilari ham mavjud. Natural son va ularga qarama-qarshi sonlar hamda 0 butun son deyiladi. 0 esa bo'luvchi tarkibiga kirmaydi. Tub bo'lmagan bo'luvchilar soni. Tub bo'lmagan bo'luvchilar sonini topish uchun jami natural bo'luvchilar sonidan tub bo'luvchilar sonini ayirib tashlashimiz kerak. Natural bo'luvchilar soni 15 ta edi, tub bo'luvchilar soni 2 ta edi. 15 tadan 2 ta ketsa 13 ta qoladi. Murakkab bo'luvchilar soni. Murakkab bo'luvchilar soni tub bo'luvchilar soniga, tub bo'lmagan bo'luvchilar soniga yaqin, ammo undan bitta kam. Negaki 1 soni tub ham, murakkab ham emas, uni safdan chiqarib tashlash kerak. Shuning uchun 13 tadan 1 ni chiqarib tashladik, 12 ta qoldi. Toq bo'luvchilar soni. Bu ko'pchilik joyda aytilmaydigan tushuncha. Toq bo'luvchilar soni, xo'p, kanonik yoyilmadagi toq asosning darajalariga 1 qo'shib ko'paytirilgan holat. Toq asos bu yerda 3, daraja 2, darajaga 1 qo'shamiz, 3 ta chiqadi. Demak, 144 ning 3 dona toq bo'luvchisi mavjud. Juft bo'luvchilar soni. Juft bo'luvchilar soni esa natural bo'luvchilar sonidan toq bo'luvchilar sonining ayirmasiga teng. Ya'ni 15 ta natural bo'luvchidan 3 ta toq bo'luvchisini ayirib tashlasak, 12 ta juft bo'luvchilar soni qoladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, sahifamga obuna bo'ling va videoni yaqinlaringizga ulashib qo'ying.